Narxlarni qaranglar, narxlarni hozir sizlarga mebellar narxlarini qo'yib beraman. 9800 yuan mana shu divan. 9800 yuan ko'shadan qaranglar. 7800 yuandan. Bu shokoladligini qaranglar qizlar, 7800 yuan. Oyoq cho'zib mazza qilib yotmoqchi bo'lgan qizlar 6800 yuan. Buni shokoladligini qaranglar divanda 14800 yuan. Bir dona, 2 dona, 3 dona ofisga olsalaringiz va shay uyga olsalaringiz ham shokolad 14800 yuandan narxlarini qaranglar, qanaqa chiroyli narx. Qaranglar 8800 yuan. Bunisi bitta, ikkita, 3ta. 8800 yuanga qizlar. 6800 yuanga. 6800 yuan. Xitoyga kelib yurishlaringiz ham shart emas. Ba'zi bir narsalarimni ko'rsalaringiz. Endi ko'proq narsa olmoqchi bo'lsangiz, albatta kelishlaringiz kerak. Eko koja ekan 6800 yuan qizlar, 6800 yuan. 4800 yuan. Bu divanni qaranglar, shokoladligini 3800 yuan, atiga 3800 yuan. Ko'ringlar. Kelaman mebelga desalaringiz, pожалуйста, martdan o'zim bilet sotaman. Tezda Telegram gruppamga o'tingizlar. 9800 yuan qizlar. 1 2 3. Men ustiga 1 so'm pul qo'yib turganim yo'q. Men narxi bilan chiqaryapman. Endi bularning narxlari yo'qlardi. Uni hisoblatish kerak. Qancha, qaysi birisini olasan, olmaysan. Xullas qizlar, juda katta ish. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Voy, shu yerda yashagim kelyapti, qolib ketgim kelyapti qizlar. Mazza qilib qaranglar. Hamma joyga dastavka bor. Xohlasalaringiz kelingizlar, o'zlaringiz, xohlasalaringiz aytganlaringiz jo'natib beriladi. Faqat ko'proq olsalaringiz, ko'ringizlar. Buni qarangizlar, mazza qilib o'tirib, TikTok qizlar o'tirasizlarmi? Sizlarga jo'natib beraylikmi? Qarangizlar, shokoladligini. Yashaging keladi inson bo'lib, mazza qilib yana ham bu yerlarda.